Assalomu alaykum qo'y qo'zi, qo'chqorish quvozlari, chorvash quvozlari, mana bunaqangi toza sori zotli qo'zi, sovlig'ish quvozlari. Akalar, navbatdagi qo'zi sovliqlarimiz to'qlik o'tib qoladigan variantdan 6 oylar atrofidagi to'qli qo'zi sovliqlar akalar. Xo'p, bular akalar toza sori zotidan yosh oylari 6 oylar atrofida, bo'ylari ham 70 plus minus. Xo'p, hammasini quloqlari butun, tikka dumba, yorma dumba variantida akalar. Hisorini zotidan ko'paytiraman degan aka-ukalarga jo'natib qo'yamiz. Haqiqiy qo'zini go'zallar akalar. Hammasini dumbasi, tikka dumba, yorma dumba variantida. Quloqlarni ham mana yuzlarini qarang akalar. Uzun bo'ladigan go'zal variant akalar. Va xolosa o'ylanmasdan aloqasi qo'rasizlar. Qo'zlar 7 bosh akalar. Hammasi bir-biri bilan teng, bir-biri bilan yoshlari ham bir 5 kun 10 kun ichida tug'ilgan. Shunaqa holatdagi qo'zlar akalar. Mana bo'ylari ham uzun, oyoq qo'llari uzun bo'ladigan variant akalar. Buni akalar bo'ladigan narxi akalar